Hozirgi mavzu Kaniza haqida bo'ladi. Nimaga bu endi hammani gapirishni boshladi deyishingiz mumkin. Gapirmasam, boshimni eksam, ustimga chicharkansizlar. Shuning uchun endi gapirishni boshlayman. Shunaqa chiroyli klip olgan, shunaqa chiroyli ko'ringan, yuzi ham, figurasi ham, kiyimlari ham hammasi o'ziga yarashgan, lekin shunda kommentariyani o'qisam, negativ. Yo'q, bu klip chiqmasin, yo'q, bu likillagan, o'qigan. Sizlar qayerdan bilasizlar nima qilganini? Nega tuhmat qilasizlar? Kimni tegidan tortib olgansizlar? Tuhmat. Bilasizlarmi kim yozadi shunaqa negativlarni? Aynan chiroyli ayolni, chiroyli qizni ko'rganda. O'zi xor bo'lib, o'zi xunniy bo'lib yurganlar. Va erim olib qo'yadi deb o'ylashadi. Chunki eringlar, yigitlar, turmush o'rtog'inglar hammasi unga qarab mahliyo bo'lib ko'rib o'tiradi. Judda ham chiroyli, har tomonlama chiroyli qiz, klipi ham zo'r. Sizlar negativ bildiryapsizlar.